Navbatdagi videomizda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Assalomu alaykum. Endi kvartiralarni ijaraga olish jarayoni haqida biroz to'xtalib o'tamiz. U yerda nimalarga e'tibor berish kerak bo'ladi? Masalan, Toshkent shahridan o'zingizga yoqqan kvartirani tanladingiz. Narxlari, joylari hammasi sizga to'g'ri keldi. Endi nima qilishingiz kerak? Birinchi qiladigan ishingiz eshigini zamogini almashtirishingiz kerak. Ya'ni o'rtadagi serdechka deyishadi, o'shani almashtirib, o'z kalitingizni o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam, sizdan oldin turgan kvartiranlarda kalit bo'lgan bo'lsa, bu har xil ko'ngilsizliklarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi e'tibor beradigan tarafingiz kvartiraga kirishdanoq dastlabki syomka iloji boricha telefoningizga videoga olib syomka qilib qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. Nimaga deganingizda, siz shu kvartirada 3 oy turasizmi, 6 oy turasizmi, 1 yil turasizmi, chiqib ketayotganingizda kvartirani aynan shu holatda uy egasiga topshirishingiz kerak. O'sha oldingi jarayonlarda shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Masalan, kvartira boshqa holatda topshirilgan-u, lekin egasi yana qabul qilib olayotganda, "Yo, mana nima deydi, mana bunaqa narsam bor edi, devorimda mana bunaqa jihozlarim bor edi" degan tushunmovchiliklar ko'p kelgan. Shuning uchun birinchi kirganingizdanoq o'sha ijaraga turmoqchi bo'lgan kvartirangizni syomka qilib, arxivingizga tashlab qo'ysangiz, bu sizga juda ham asqotadi. To'g'ri, unaqa holat bo'lmasligi ham mumkin, lekin bu qolsa pushaymonlikdan sizni asraydi. Bu ehtiyotkorligingiz. Yana o'sha kvartiraga kirayotganingizda uy egasi bilan kelishuvlarni ham, og'zaki kelishuvlarni ham amalga oshirib oling. Bu nima degani? Masalan, shunaqa kvartira egalari borki, siz olgan kuningizdayoq har 2-3 kunda eshigingizni taqillatib kelib, uylarni tekshiradigan holatlar bo'ladi. Shunaqa insonlar ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, baribir bo'ladi, inson faktori pul to'lov muddati kelganda 3-4 kun u yoqqa yoki 3-4 kun zapasi bilan gaplashib qo'ying yoki 1-2 kun kechikishi mumkin yoki 1-2 kun oldin berishi mumkin degandek kelishuvni ham oldindan og'zaki kelishuvni qilib oling. Sababi baribir inson faktori aytilgan vaqtda biroz kechikish bo'lishi mumkin yoki ertaroq bo'lishi mumkin. Shu holatlarni ham siz kelishib olsangiz, kelishmovchilik bo'lmaydi uy egasi bilan. Salomat bo'ling, keyingi videoda ko'rishguncha.